Assalomu alaykum ustoz servis xodimi bo'lmasalar, bo'lmasa ishimiz mavjud. Albatta, kondisioner avtomobildan bo'lsa bitib qoldi. Motorni egaladigan bo'lsak, bir onlik atmosferli motor bo'ladi. Bilasizlar, 100% harakatlanadi. Bo'ladi. Hamma komplektlarni birma-bir sira tushuntirib o'taman. Birinchi o'rinda elektronikamiz Gufas 200 L60 variantda bo'ladi. Bizning servisda qo'yilsa 2 yil garantiya, 1 yil besplatniy servis tomonidan beriladi. 12 oydan garantiyali talon ishlaydi. Simlarni montajini o'tsa, gofrlar bilan mo'shshadib, o'zingiz zavodga yetib o'tib beramiz. Simlarni montajini esa ichida daqilishlarni esa termonosatkalar bilan ishlab beramiz. Keyin ikkinchi uchur reduktor Action firmani reduktori bo'ladi. 170 150 atishgancha bo'lsa polni gaz yetib beradi. Avtomobilni polni gaz bilan ta'minlab beradi. Zapravkasi o'tsa mo'shshadib shöyle ustoqqa yetib beramiz. Trubkalarni akkuratni yetib zavodga yetib tartib beramiz. Original datchiklar, manometr. Keyin esa injektorlarimiz esa W0 variantda Scratch'un Sport injektorlar bo'ladi. Bu ham IC firmani, hamma narsa Polshaniki bo'ladi, originali. Garantiyali talon ishlaydi. Keyin shlankalarni esa Provent firmasining italyanskiy shlankalaridan foydalanamiz. Bilasizlar, garantiyali ichida bo'ladi. Shunday xizmatlarga ko'ra, avtomobilni qoldiramiz. Hadangidek bemalol murojaat etib kelishingiz mumkin. Bag'az bilan birga ko'rsatib o'taman sizlarga. Bir ko'chatimda esa mo'shshadib karmashyasini ustoqqa yetib beramiz. Yo'qsa, L60 variantda ham firmaniki bo'ladi. Mo'shshadib karmashyasida akkuratni bo'lib turadi. Bag'az qismini esa ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Bag'az qismini esa 90 litrlik Evenspon ustoqqa yetib beramiz. Bundan qaranda mo'shi bo'lib turadi. Yo'qsa, tasmandan solish rezinkalar zavodga поставка, ham pena solish rezinkalar ustoqqa yetib beramiz. Evimiz milliy metal san'ati. Gofra fishkalarni to'g'risi pamuklarni qistirib mo'shshadib ustoqqa yetib beramiz. Savdangidek personalni qoldiraman. Bemalol murojaat etib kelishingiz mumkin. Like, komment, bosish esdan chiqmasin. Подписаться, tashakkur.